Assalamu alaykum mikroradioga qadrli ko'rmanlar, shunaqli suyimli radio anglag'uchi do'stlar. Huzuringizda bo'layotgan Markaz xalq radio stansiyasi, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik madaniyat nazorati, Xinjiang san'at yurti, Xinjiang melodiya madaniyat tarqatish shirkati birlashib ishlagan Xinjiang san'at yurtida surat kelinayotgan Mannaq maydonda programmamizning Alaydisan programmasi men do'stlar Zubayda Tursun. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, mana mush fursatda har biringlar bilan yuz ko'rishganligimizdan to'liq xursandmiz. Men do'stlar Mahinurozi. Xo'sh, biz bugungi san programmamizda yangi naqshimiz bilan vatanni, al-yurtni, jumladan Xinjiangni kuylaymiz. Albatta, yangi naqshimiz bilan Xinjiangni kuylaymiz temasidagi madaniyat faoliyatida nodir mukofotlarga erishgan eng sarxil nomerlarimizni diyorimizdagi eng qaltis bo'lgan naqshlarimizning ijrosidan huzuringizga sunmoqchimiz. Shundaq, ma'lumki, yangi naqshimiz bilan Xinjiangni kuylaymiz madaniyat faoliyati bo'lsa, bu bir necha yildan buyon avtonom rayonimiz zo'r kuch bilan taraqqiy qildirayotgan mamlakatimizda belgilik ta'sirga ega bo'lgan faoliyatlarning birisi hisoblandi. Naqsh musiqani vosita qilib, vatanni, Xinjiangni, millatni kuylaydigan mana bu faoliyat o'z navbatida har millat xalqining yoqtirishiga muyassar bo'lib kelmoqda. Shundoq yangi naqshi bilan Xinjiangni kuylaymiz temasidagi mana shu madaniyat faoliyati diyorimizda uda 3 navbat o'tkazildi. Albatta, mana bu faoliyat bo'lsa, diyorimizdagi mana shu nodir naqshlarimizni diyorimizda emas, mamlakat miqyosida tanitishda intayin turklik rol o'ynayotgan maydon hisoblandi. Shundoq biz bugun programmamiz orqali 3-navbatlik baholashda natijaga erishgan nodir asarlarni tanlab chiqdik. Shunaqla diyorimizdagi eng qaltis bo'lgan san'atkorlarimizni alayda taklif bilan qatnashtirdik. Bugun programmamizning naq maydondagi musiqalarni chelishga MLD musiqa tartibimiz bilan Xinjiang san'at yurti milliy orkestrning muzikantlari, shundaqla Xinjiang san'at yurti muqam ansamblining muzikantlari alayda qadam tashrif qildi. Hammalarni qarshilamiz. Xo'sh, shu topda shunchalik hayajon bilan o'ltiribdimiz, chunki bugungi san programmamizda mana shundaq muzikantlarimiz bilan, shundaqla diyorimizdagi eng qaltis bo'lgan san'atkorlarimiz bilan ham suhbatda bo'lmoqchimiz, naq maydon naqshlaridan huzurlanmoqchimiz. Unda bo'lsa biz oldi bilan Xinjiang san'at yurti Seri ko'mligining talantli ijodiyatchisi, atoqli kompozitorimiz Ablat Abligim apandini sahnamizga taklif qilib olamiz. Assalomu alaykum Ablat aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Hammalarga men Ablat Abligimdan chunqur o'tliq seg'inishli salom. Rahmat aka. Mannaq maydonda programmamiz Ablat akamni kutayotgan shunday uzun mezgillar bo'ldi. Mana bugun programmani birlikda ishlash nisib bo'ldi. Ablat akam mana mush qitimliq faoliyatimizga alaydan mushu Shanxaydagi muhim ishlarni qo'yib turib qatnashdi. Anglab turyapman Ablat akamning utuqlaridan, natijalaridan, ijodiyatlaridan o'z navbatida xabardor bo'lib kelyapmiz. Yaqinda buyon Ablat aka nima ishlar bilan aldirash yuryapsiz? O'zingizning ijodiy faoliyatidan bizni qisqacha bir xabardor qilgan bo'lsangiz. Bo'ladi. Yaqindan beri şu memleketimizin içi sırtında resmi ticaret karakterde çoğun kinoxonalarda qo'yilish nishon qilib turib ishlayotgan cho'ng mablag' bilan ishlayotgan Sen bo'lg'achqa mening hayotim go'zal nomidagi bir naqshsizlik cho'ng bir filmniki muzikasiga yetakchilik qilib asos muzikalarni ishlash bilan bo'ldik. Bu film şu Urumchi Sanjini asos qilgan şu Janubiy tog' rayonining manzara rayonlarini asos qilgan mush asosda ko'rinish elinib tamomlanib muzik ijod qilish bosqichimizni tugab Beijing qaytib kirishtiryapti. Endi u kirishtirilishmi tugabdi, mush 3-oyning oxirigacha buning rasmiylik orkestr muzika bo'yicha umumiy notaga elinib Beijingda Osiyo orkestr o'miginiki ijrosi bilan bu jonliq ijro bilan bu muzikalar ishlanib tutdi. Endi yani yaqinda u kinodan keyin Abdulla akam ve başka bizdeki atoqli artistlarimiz baş rol elib ishlayotgan Ata Arzusi nomli bir televiziya filmniki yaqinda butun to'rlarda, salonlarda naytı ko'p bir taqab ketdi. Ata Arzusining bir naqshlarni. Mush munosabat bilan bu vaqtda azroq so'zlab o'tsam, bu endi shu Ata Arzusi deb mush hozirgi mushu davrniki ro'y aks ettirilgan bir ata balalar o'rtasidagi bir naytı ta'sirli hikoya bayon qilgan bir televiziya filmi ishlanayotgan. Buningki shu taqavatgan bu nusxasi, shu film ishlovchilarniki men shu ota bo'g'ichiniki tilidan aytilgan bir naqshini muzikasini men ishlagan. Shuni Abdulla akamning uygunishiga men buni demo nusxa deymiz, bir qatim o'qib topshirgan. Şunun asasen ko'rinish oldin elinib, rasmiy ko'rinish taqashda bu Abdulla akamningki qayta ijrosi bilan, Abdulla akamning naqshi bilan taqaydi-da bu. Şu demo nusxasi bilan bu ko'rinishni kesib bunday bir ko'rib turishga ishlangan shu nusxasi nayt bazarliq bo'lib taqab ketdi. Bir hisobda bu shu filmningki tashviqot uchun aktiv rol o'yindi deb o'yladim, ammo da qarasam ba'zi bir shu to'rdagi
qarindoshlarımızın talash tortishlarına ait qiziqarli va kulgili ko'pdi. Birisi de ekan bu Abdulla Abdurimning ovozi, birisi de ekan Abdulla Abdukim tumamdi bu deb. Ya'ni ba'zilar deyotgan, "Voy, quloq deganmi, bakan jimoslarda bu qandaqsiga bu Abdulla akam bilan Abdulla akamning ovozi bo'ldi bu" deb shunday talash tortish qilayotganlar bor. Nurg'ullar asli Abdulla akam chiqadi ekan, keyin aytadi ekan, buni Abdulla akamning ovozi ekan hozir deb to'g'ri tunuqalim bor ekan. Shunga munosabat bilan bu taqayotgan bu ko'rinishdagi naqshining ovozi mening ovozim ekanligi rost. Mushuni topalganlar xulqi yaxshi ekan. Ammo bu film oxirida Abdulla akamning rasmiy to'liq ijrosi bilan bitgan chaqda shu bo'yicha taqaydi. Bu filmniki shu bir asos naqsini ishlab tugatdik. Hozir endi bu filmga kirishtirilib, yandan bayon qistirma muzikalarni ishlash bosqichi turyapmiz. Bu yaqindan beri bir oylik xizmatlarim Shanxayda asosan o'zimning ichki shaxsiy ishlari, kasbiy ishlari emas, o'g'limning imtihon ishlari bilan ashiniki. Bundan keyingi bu shu menga o'xshash ijodiyat kasbini yaxshi ko'rib qoldi. Shu kasbda tarbiyalamoqchi bo'lyapmiz. Shu kasbga ba'zi bir tarbiyalanish, o'qitish ishlari bilan shu Shanxayda turib qoldim. Bu qatimliq bu faoliyatimniki dal vaqtida bo'lishiga mush ishlarda sabablik azroq ta'sir bo'lib qoldi undan. Tuvanchilik bilan kechirim so'rayman. Ham bu ishniki taqozosi, ham bizniki bu hozir Shinjong Uyg'ur Abnum rayonlik san'at yurti Naqshsul o'migi Atlas haqida bir rivoyat nomli bir cho'ng tipdagi usulliq teatr ishlamoqchi. Bu shu Abnum rayonimizdagi Naqshsul o'mak qurilgandan beri tunji tutilayotgan bir kasbiy usulliq teatr. Bunun muzikasini hozircha men ishlaydigandek turman. Atlikka mana mishada buniki rasmiy cho'ng tipdagi bir muzokara yig'ini rasmiy boshlanadi. Mana bir necha oydan beri va bundan keyin qilmoqchi bo'lgan kasbiy xizmatlarning avvali shunchalik. Demak, Abdullatkam o'z navbatida mana shunday nadir munavvar asarlarni bizga sunib, xalqimizning ussigan yerlarga zamzam bog'idek ijodiyatlarni sunib kelyotadi. Albatta, ana shu go'zal ijodiyatlarning patroq biz bilan yuz ko'rishiga bizmi tilakdoshimiz shuni xohlaymiz. Shunday. Xo'sh, Abdullatka, mush qitimliq yangi naqshi bilan Shinjongni kuylaymiz madaniyat faoliyatida sizning o'zingizning ijodiyati bo'lgan, intayin yaqinlik bo'lgan sevgi ulug' nomli naqshingiz mukofotga erishibdi ekan. Undaq bo'lsa, bugungi san programmamizning beshidla ana shu naqshingizni naq maydonda anglash fursatiga ega qilsangiz, qoldi paranlarni saltib qilsak qanday bo'ladi? Bo'ldi. Qanday bo'lsa, mana bu yaqinlik naqshiga navbatda birlikda ijro bo'laylik. El kalbide sultan emasmi? Elni suygan elgi kuyganlar. El kalbide sultan emasmi? Elgi apedet Dettiligenler Ellicide gayran emasmi? Elge apedet Dettiligenler Ellicide gayran emasmi?
yulsuzlar uçar ikendek elden keçken kalar tikendek perviş kılsak köngül beğeni her izimiz reyhan emesmi elle söygen elgi köygenler el kalbide sultan emesmi elgi apeddet dettiligenler ellicide gayran emesmi Dünya aslida bir güzel dünya Mehir bilen güzel emasmi Sevgi bilen güzel emasmi Muhabbette güzel emasmi Rahmat. Ben naq maydonda. Rahmat Abletka, mana aytdımı yıqımlıq bolğan söygü melodiyasını yanlış arqılıq programımızın söygü çiçeklerге pürküyatıq dep oylayman. Demek bizning qalbimiz mana mushundaq söygüge mehr muhabbet kütüldü eken dünya texmi güzel boludu. Biz anglaydigan mana mushundaq söygü muhabbet kuyları etrafımızda texmi köplep ijod boldu. Şundaqmı Maynur? Albatta, naqshni anglab naydim hayajonlandik. Abletkamning har bir naqsida güzel melodiya, muhabbet bor. Shundaq bo'lsa bayda. Xo'sh Abletka, mana mushundaq bir güzel melodiyani vujudga chiqarishingizga qanday bir kuch turtki bo'lgandi? Qanday bir ilhomlarni keltirgansiz? Hamda oldi bilan men o'zim dunyoni mehr muhabbet bilan go'zal deb taniyman. Shu bo'yicha his qilmanda. Dunyo mehr muhabbet bilan go'zal degan shu bir so'zni balkim qaysi bir adib, qaysi bir mutafakkur faylasuflar tomonidan o'tirib qo'yilgan bo'lishi mumkin. Ammo ya shuni ko'rib oldim, ya ko'rib olmadim masalasi emas. Ammo lekin meningki o'zimningki adamiylik, insonlik shunda tuyg'um bilan men dunyoni mehr muhabbet bilan go'zal deb his qilib shu bo'yicha tunib kelyapti. Ham o'zimningki shu email adreslarimga yoki bo'lsin hozirgi ishlatilayotgan qo'llanayotgan undidarimdimi dunyo mehr muhabbet bilan go'zal degan bu so'zni chiqarib qo'yaman. Bu shaxsan o'zimningki tunishi va ko'z qarashi. Dal mushunda bo'lg'achqa men o'zim shu dunyoningki mehr muhabbet bilan taxmi go'zal bo'lganligi insonlar o'tirsida mushundaq sevgi muhabbet bo'lsa turmushimiz taxmi rangdor ma'nolarga ega bo'lganligidan iborat. Shu bir ideyani ilgari suradigan mushundaq bir aktiv energiyalik naqshlarni yozishni yaxshi ko'raman. Ham shu temada o'ylanib yurayotgan vaqtlarning birida bizningki atoqli shoirimiz, yozuvchimiz anondan keyin bizningki madaniyat nazoratininki noziri, bizningki yo'lboshchimiz, boshlig'imiz Muxtar Maqsud akamizningki qo'lidan bu tekst menga yetib qoldi-da. Shunga biri bu tekst naq shu men o'ylab yurgan
temadan chiqib qoldi. Ben bir ifodalamoqchi bo'lgan shu idea bilan bir yer bo'lib qoldi. Andan keyin bu mazmun, bu tekis, shu o'ziniki ilg'or yaxshi bir badiiy fasohat bilan shu men o'ylagan temani yaxshi yo'ritib berdi-da. Shuning bilan Muxtar akamga rahmatlarni aytib, bu tekisni qo'lga ilib, shunga bu ishtiqla kirishib ketaladim ijodiyatga. Chunki bu tekismi odamga tunji bir ijodiyat ilhomi bag'ishlaydi. Shunga bu tekisniki yaxshi yezilishi, menda necha vaqtdan o'ylab yozmoqchi bo'lgan mush ideyam bilan birga bo'lib qolishini iborat mushuni aktiv omillar menda tezla ijodiyat ilhomi qo'zg'ab, shu melodiyani yozib chiqdim. Andan keyin yozgandan keyin haqiqatan shu bir tekstga loyiq o'zimning o'ylagan shu go'zal dunyolarimni bir ifodalab berishga loyiqlashgan bir naqshi bo'lganligidan avval o'zim ta'sirlandim. Meniki ijodiyat uslubimda old bilan ishlagan narsalarimni o'zimga yarish kerak, o'zimning qalbini hayajonga solish kerak. Shunda bo'lganda andan tomoshabinlarga bu cho'qim to'g'ri bir ta'sir tuyg'u beraydi, aktiv tuyg'u beraydi deb ishonch qilib, andan keyin ko'pchilikka sunaman, qarindoshlarimizga sunaman. Dal shu nuqtadan bu naqsha o'zimga arzidi, keyin Muxtar akamni anglab yaratdi. Andan keyin bu arzigan bu go'zal she'r, go'zal melodiya bilan birikkan bu go'zal naqshini taxmi jalliroq, taxmi yaxshiroq bo'lish uchun akkordini ishlashga boshladim. Akkordlashtirishda buni skriptlarni shu naqshiniga bo'lgan hissiyotimning kuchidan ozroq pul xarjlab, o'zim hamda o'qigan, mushkasbda o'qigan orkestrlik nota yozish uslubida skriptning yo'lini o'zim notlashtirib yozib, pejinda bu skriptni rost chaldirgan bo'ldim. Shunda bo'lg'achqa buniki tankash muzika qismimi, yana buni alayda bu naqshiga alayda bir usul boshqacha bir yaqinlik bir jalb qilish kuchi jihatdan yaxshi bir aktiv rol o'ynagan shunday bir naqsha. Demak, Ablatkamning ana shunday naqshlari bizga shunday jalb qilish kuchini ato qila oladi. Mana shunday go'zal melodiya, go'zal tekstga to'yingan bu naqshini bugun programmamiz orqali do'stlarimizdan huzurga olganimizdan intayin xursandmiz. Shunday. Xo'sh, unda bo'lsa Ablatkah buningdan keyingi barcha ishlaringizning texmi o'ngishli bo'lishiga biz chin ko'nglimizning tilakdoshimiz. Bugungi suhbatimizni mana mushada oxirlashtirmoqchimiz. Unda bo'lsa amon bo'lg'aysiz. Oxirda gruppamizning sizga tayyorlagan sovg'atimizni qabul qilib olg'aysiz. İmkan soğutimiz. Elbette men naq maydonda programımızda sizni davomli kutamiz. Ayrılmasan programmani hozirlashga tilakdoshimiz. Ishlayli. Sizlarga rahmat. Muzika atrofidagi barliq azimatlarga rahmat. Sizga rahmat, rahmat. Ma'qul. Xo'siyni qayrindashlar mana yuqorida Ablatkamni deb o'tdik. Sevgi ulug' nomli mana bu go'zal melodiyaning tekst ijodiyatini bo'lsa, bizning Shinjan Uyg'ur Abtonom rayonlik Madaniyat nazorati partiya guruhining muavin shujisi Naziri Muxtar Maqsud apandim yozgan. Endi Muxtar akam shu 30 necha yillik ijodiyat faoliyatida 400 dan ortiq she'rni, nasrni nashrdan chiqardi, 60 dan ortiq ilmiy maqolasini e'lon qildi. Uningdan sir yana 30 dan ortiq tekstni naqshlarga qaytilib bizga sunildi. Albatta, Muxtar akam yana o'z navbatida diyorimizning madaniyat ishlariga zo'r qo'shgan ustozimiz hisoblandi. Xo'sh, unda bo'lsa navbatda biz Markaziy xalq radio stansiyasi Okean kuylari programmasi riyosatchisi Fazilat Keramning Muxtar akam bilan o'tkazgan kuy nazmi ijodiyati to'g'risidagi ziyoratini ko'rib boqaylik. Ben naq maydonda. Xo'sh, Muxtar aka, siz shu madaniyat nazoratining xizmatini qilayotgandan beri zo'r tok bilan yoritib kelyapsiz. Albatta, uningdan boshqa go'zal tekstlaringiz naqsh qilinib, aytilib, xalqimizga sunilib kelyapti. Endi 3-chi qitimliq yangi naqsh bilan Shinjongni kuylaymiz madaniyat faoliyatida Ablat Ablikim ijrosidagi Sevgi ulug', uningdan boshqa Abdulla Abdurim ustozimiz ijrosidagi Sahrodagi muhabbat qatorliq bir qancha naqshimiz mukofotga erishibdi. Biz men bu naqshlarni anglab o'zgacha zo'qlarga ega bo'ldik. Unda bo'lsa, Muxtar aka, kuy nazmi ijodiyati naqshga nisbatan to'liq muhim bo'lgan halqalarning bir bo'lib hisoblanadi. Sizningcha kuy nazmi ijodiyatidagi eng muhim bo'lgan halqa nima? Mening o'zimning his qilishimcha bir yaxshi naqshida oldi bilan ikki muhim omil bor. Uning birisi oldi bilan yaxshi bir tekst bo'lish kerak. İkincisi yaxshi bir ahang bo'lish kerak yoki melodiya bo'lish kerak. Yaxshi tekstlari eng oldi bilan go'zal, kishiga zo'q bag'ishlaydigan, umid bag'ishlaydigan, xushallik bag'ishlaydigan, kishiga orom baxsh ato qiladigan, yengil, esda tutishga oson, yodda bilishga oson, shunday tekstlar bo'lish kerak deb o'ylayman. Yana bir nazardan saqit qilish bo'lmaydigan, yana bir muhim omil nima degan bo'lsa, yaxshi o'rindag'uchi bo'lish kerak.
yaxshi naqsh aytquchi bo'lish kerak. Shundoq. Meni bundaq deyishim, naqshni aytganlarning hammasi dangliq naqsh bo'lish kerak degan gap emas. Naqshchilarningki o'zininki alohidligi, uslubi ayrim bo'ladi. Shundoq. Bir naqsha mavu naqshchiga mos kelsa, yana bir naqshchiga mos kelishini atay. Shunlashqa shu naqshininki melodiya, ahang, alohidlikka qarab turib, uslubiga qarab turib, onunğa intayin mos keladigan naqshchi shu o'zining butkul alohidligini, hissiyotini mushu melodiya orqali hazır yuqori pallasiga ko'tarib, kamolatga yetkazib aytib beradigan naqshi bo'lgan vaqtda, ammo 3 omil qo'shilgan vaqtda menimcha yaxshi bir naqsha ushlaydi. Xo'sh, unda bo'lsa, siz bizning dangliq ijodkorimiz bu sifatingiz bilan bu qitim, ya'ni 3-qitimliq yangi naqsh bilan Shinjongni kuylaymiz nomli faoliyatimizda sizning Abdulla Abdurahim ijrosidagi Sahrodagi muhabbat nomli naqshingiz mukofotga erishibdi. Aka, unda bo'lsa bu asarni siz qachon yozgandingiz? So'zingizni tushunyapman. Mushu yosh kirganda bundaq sho'x. Shundan muhabbat. Temisidagi naqshni qanday yozganda deb. Naqsh tekstni qaraydigan bo'lsak, shundan. Bundaq bir to'limi tatbiq bo'lgan qurlar bor. Menimcha bo'lsa, faqat yoshlarga xos bo'lgan qurlar deb his qildim. Masalan, tugmalikda uchratsak, chechak o'zib beraymi? Qizil qumning ustiga yurak sizib beraymi deydigan qurlar. Menimcha bo'lsa, nurg'ulgan do'stlarimiz qiziqayotgan bo'lishi mumkin. Bu tekstni o'ttir yosh vaqtlarimda yozdim desam bo'ladi. Bundaq bir narsani bir ko'z qarashni o'tirib adabiyot san'at ijodiyatida muhabbat mangulik tema. Qerimaydigan tema, o'lmaydigan tema. Muhabbat kuylangan romanlar, hikoyalar, she'rlar mangu o'lmaydi. Muhabbat kuylangan naqshlar texmi shunday. Bizning necha yuz, necha ming yillardan beri davomlashib kelayotgan, aytilib kelayotgan, hozirgacha davrga yetib kelgan xalq naqshlari ichidagi muhabbat kuylari mana bu shuni misol desak bo'ladi. Muhabbat temisi muhabbat degan xilma-xil bo'ladi. Ota-ona o'rtasidagi muhabbat bo'ladi. Qarindoshlar orasida bola o'rtasidagi muhabbat bo'ladi. Qarindoshlar o'rtasidagi muhabbat bo'ladi. Ustoz o'quvchi o'rtasidagi muhabbat bo'ladi. Urug' tuqqanlar, xizmatdoshlar, saboqdoshlar muhabbati bo'ladi. Undan boshqa vatan muhabbati bo'ladi, yurt muhabbati bo'ladi, partiyaga bo'lgan muhabbat ham bo'ladi. Demak, muhabbatning tushunishini aytgan. Hem bu yerda deyilayotgan siz bayatın degan bu tekis faqat insonlar o'rtasidagi sap sevgi kuylangan. Sevgini ifoda qilish, qanday ifodalash izhor qilingan bir tekis. Mening demoqchi bo'lganim muhabbat temisi mangu qerimaydi, qeri yosh deb ayirmaydi. Yashangan dildimi yoshlarga o'xshash muhabbat bo'ladi. Mana. Rahmat sizga Muxtarka, to'liq yaxshi bo'lgan fikrlarda bo'ldik, suhbatlarda bo'ldik. Mana mushuning o'xshash nadir ijodiyatlaringizning uzilib qolmasligini umid qilamiz. Shundaqla mana mushundaq nadir ijodiyatlaringizning har vaqt xalqimizning yoqtirib olishig'iga erishgisi. Shundaqla shuni umid qilamiz. Xo'sh, unda bo'lsa, navbatda davomli naq maydonimizga diqqat qilaylik. Man naq maydonda. Xo'sh, qadrli ko'rmanlar, mana ziyoratni ko'rib o'tdik. Albatta, bizning tilimiz shuki, mana shunday ustozlarimizning yetaklishida turkilik rol o'ynashi ostida diyorimizda texmi nadir bo'lgan naqshlarimiz borliq kelgisi. Shundaq mana Muxtar akamning yana bir nadir ijodiyati bo'lsa, Sahrodagi muhabbat nomli naqshlar navbatdagi minutlarda biz yana bir aziz san'atkorimizning alayda taklif qilmoqchimiz. U bo'lsa-mu G'arbiy yurt naqshayi Abdulla Abdurim apandim. Assalomu alaykum Abdulla aka. Qarshilamiz. Va alaykum assalom. Xo'shunda biz oldi bilan ekrandagi ko'rmalarimizni bir salomimizni yetkazayotgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Mushu programma orqali sizlar bilan yana bir didorlashish, salomlashish fursatiga ega bo'lganligimda intayin xursandman. Ben xush bo'ldim.
Abdulla aka mana yana bir dedi demek biz Mennak Meydanda programımızın tunki sanını Abdulla akamның ansambl bilan Emildi musiqa tertimiz bilan birleşip barlıq dostlarımızdan huzurga sunğandık. Ani şundan keyin programımızı izchil davamlashtirib kelyapmiz. Abdulla akam yana öz navbatida bizning Uzilmas melodiya programmamizni o'zining eng yangi, eng yoqimli, eng nodir naqshlar bilan ta'minlab kelyapti. Mush munosabat bilan mush fursatda stansimiz rahbarligi nomidan Abdulla akamga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat aka, bundan keyin davomli qo'llab turg'aysiz bizni. Xo'sh Abdulla aka, bu qitimqi yangi naqshlar Shinjongni kuylaymiz faoliyatida Sahradagi muhabbat nomli naqshangiz mukofotga erishibdi. Yuqorida Muxtar Maqsud akamizningki mana shu naqsh to'g'risidagi aytgan so'zlarini anglab o'tdik. Tushunchamiz eshib qoldi. Undaq bo'lsa, siz mana shu naqshning tekstini, muzikasini qo'lingizga olgan vaqtda qanday hissiyatda bo'lgandingiz? Endi bir naqshchi bo'lgandan keyin menda davomli shunda yangi tekst, yangi melodiya, yangi naqshlarni qo'lga oladigan ish yuz berib turdi-chi. Shu qatorda endi bu naqshiningki teksti Muxtar akamning andin melodiyasini Anvar Samat aka ishlagan. Anvar Samat akaning bundan burun bir necha melodiyasini ijro qilganman. Oddiy, yiqishliq, oson hazm bo'ladigan melodiyalarni ishlaydi. Uni ustiga Muxtar Maqsud akaning mau tekstimi bu tekst Muxtar Maqsud akaning o'zining haqiqiy saviyasiga vakillik qilolmaydi. Menimcha. Nimishqa desangiz intayin bak ommabop. Albatta ommabop yozish Muxtar akamning o'zining ustublarining ichidan, lekin mau tekstni qo'lga olgandan keyin men ayni vaqtda yozilgan tekstga deb o'yladim. Chunki shoirimiz, ustozimizning hozirgi yeshida bu tema albatta yozishga bo'ldi. Biroq ommaboplik nuqtasidan tekstni qo'lga olib buni mazmunidan vaqt bo'lsangiz, hozir beshinda o'tayotgan bir ishga o'xshab qoldi-chi. Shunchalik chin yozilgan oddiy tillar bilan. Shu men biri buni Muxtar akam burun yoshligida yozgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Hozirgi saviyasida Muxtar akamning she'riy tili nihoyat o'tkir. Tilining oddiyligi, ravonligi, ommabopligi bilan menga bergan tuyg'usi tashlab qo'limga olgandan keyin shoirimiz, ustozimiz buni yosh vaqtida yozgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Chunki bu bir yosh bolalarning tili. Yoshlarga hissiyat ifodalaydigan. Undan keyin u shu tekstga masalda Anvar Samat apandimi melodiyasini aytdi, sinishlik, oson hazm bo'lgan bir yo'nalishda oddiy sadda, ammo bir go'zal ishlabdi. Shuningga xuddi men yaxshi ko'rib qolgan boshqa naqshlarga o'xshash bu naqshning teksti va muzikasini yaxshi ko'rdim. Anglasam Anvar Samat akadan angladim. Bu naqshni aytqili uzun bo'ldi. Orliqda chunki bu hamda e'lon qilinmagan naqsh bo'lgandan keyin uni bu yerda aytishga bo'lmaydi-ku. Shuning bilan bir mazgil unutib qolishga tegishli bu e'lon qilinishdan burun biz unutib qolmasak u yerda aytib yurmayli deb keyin anglasam yaxshi, inkaslar yaxshi. Demak, bu naqsham shu yangi naqshimiz bilan Shinjongni kuylaymiz madaniyat faoliyatidan keyin hech qanday so'rovlarda aytilib boqmabdi, hech qanday faoliyatlarda aytilib boqmabdi. Demak, bizning buyuk programmamiz orqali mana shu yangi naqshiningki yana bir rat aytilishi programmamizning jalbkorligini texmi oshirdi deb o'ylayman. Navbatda mana shu go'zal naqshiga hammamiz birlikda quloq solgan bo'lsak. Shunaqa qilamizmi? Shunaqa qilaylik Abdulla aka. Ben Naq Meydanda. Çekdiler piçirlaydı, tınıkları bek tatlı. Çekdiler piçirlaydı, tınıkları bek tatlı. Yarının bana sözü var, sözlemeydi uyatlık. Yarının bana sözü var, sözlemeydi uyatlık. Yarının bana sözü var, sözlemeydi uyatlık.
süzüp bireynu Kızıl kumның üstüge Yürek süzüp bireynu Kızıl kumның üstüge Yürek süzüp bireynu Qara to'ymayman kuyginimni bildimmi bosgan izim rayhondur suygunimni bildimmi bosgan izim rayhondur suygunimni bildimmi bosgan izim Bu naqshni anlagandan keyin ko'z oldimizda intayin go'zal manzara. Shunday. Jigitlarning yiqimliq puraqlari namoyon bo'ldi albatta. Demak, yoshlikdagi ana shunday go'zal muhabbat his tuyg'ularini bizga to'ydirgan go'zal melodiyalardan sanaldi. Endi Abdulla akamning har bir naqshlariga, muhabbat melodiyalariga diqqat qilgan bo'lsak, bizga o'ziga xos puraq ritmlari, chiroyli ohanglari bilan boshqacha muhabbat ato qila oladi. Demak, bizga muhabbat va go'zal aslim ato qilgan mana bu naqshining melodiyasining ijodiyatchisi bo'lsa, Xinjiang san'at yurti naqsh usul o'mikining o'mak boshlig'i Anvar Samat apandim bo'ldi. Navbat minutlardan foydalanib, Anvar kam bilan o'tkazilgan ziyoratga bir diqqatimizni ag'dirib baqqan bo'lsak. Ben naq maydonda. Xo'sh, Anvarka, bu qitimliq yana 3-chi qitimliq yangi naqsh bilan Xinjiangni kuylaymiz madaniyat faoliyatida sizning mushu sahrodagi muhabbat nomli asringiz mukofotga erishibdi. Endi bu naqshning mayli naqshning melodiyasi bo'lsin yoki bo'lmasa teksti bo'lsin, anglagan kishini bir xil go'zal bo'lgan manzaralar boshlab ayqirdi. Balkim sizmi bu naqshning naqsh tekstini tunji qitim qo'lingizga olgan vaqtingizda bu naqsh tekst sizning mana mushu yaqinlik melodiyani barliqqa keltirishingizga zo'r turtki bo'lgan bo'lishi mumkin. Albatta shunday oldu. Bir naqsh ijodiyat uchun tekst pek muhim. Eng oldi bilan naqsh ijodiyatchi ko'rgan tekstdan o'zi hayajonlanish kerak, ideyasi bilan kelish kerak. Menimcha yaxshi tekst to'g'riliq bayatdan nozirlik gap qildi. Uning mazmun jihatdan, uning nurg'un ijobiy to'g'riliq fikri to'g'riliq gap qildi. Odat men bir tekstni ko'rsam, eng oldida mening oldimga keladigan bu ya bir manzil, ya bir ko'rinish, ashta bir tuyg'u berish kerak-da. Bu tekstni olgandilar Muxtar Maqsud degan Muxtar Maqsud dаңlıq shoir ham bizning rahbar. Bu odamning yeshida bu sahrolik muhabbat deb yozdi. Men o'yladimda sahrolik muhabbat ham bu shahar to'g'risida o'g'allar biz joyi deydigan bir davr o'tgan. Ürümçülü valla garmurlarını çalıp, gitarını çalıp, tüvengi verip, tüvengi sehralığı verip, çeniş jarayanda sehradaki sat muhabbet bir tuygusunu yazgan deb o'ylab, mushu muzikaning tusi deydi. Muzikaning melodiyasi ishlatgan asboblarda mushunda bo'lsa, andan keyin bir shahar ichidagi yoshlarningki tüvengi düşüp, bizim sehraga düşüp, bo'lgan bir muhabbet, bir mevzu misal narsa ifodasini deb o'ylab,
muşni o'ylab yozganda. Demak, siz bu shu sahradagi muhabbat nomli naqsh tekstni qarab, shu shahardagi bolalarning, yoshlarning yezlarga berib, shu yerdagi muhabbatga bo'lgan ko'z qarashlarini zamonaviy uslublarda, masalan, garmon deymiz, gitar deymiz, shu xil ommabop uslublarda ijod qilasiz bu naqshni, shundaqmi? Shunda hamda agar sahradagi kichigidan birga cho'ng bo'lgan bir juftlarning muhabbati ifodalangan bo'lsa, uni boshqa yez kerakdan manda yezib qo'yib qilib ketadi bu odam. Men o pərzvat tug'ilishdan olgan men bilmay sahra degan qandaligim. Mumkin shu uni to'g'ri bir taraf qilish kerak-da. Meningcha shu tekstga qarab, tekstni yozuvchi hamma davri shu vaqtdagi shu davrlarni o'ylab oxir ko'rinish qilib, men yozsam meningcha oson qabul qiladi deb o'ylayman. Shundoq. Biz ham bu narsani anglab shundaqmi bir shu vaqtlardagi vaqtlar qaytgandek bo'ldik, bizga boshqacha bir xil zuhlarni ato qildi. Unda bo'lsa Anvar aka hammamizga ma'lum, siz endi shu har qaytamliq yangi naqsh bilan Shinjongni kuylaymiz. Madaniyat faoliyatiga qatnashib kelyapsiz. Yana shu faoliyatning baholash xizmatlariga qatnashib kelyapsiz. Albatta bu faoliyat mayli bizning diyorimizdagi naqshchilarga bo'lsin va yoki bo'lmasa ijodkorlarimizga bo'lsin zo'r ilhomlarni ilib kelgan edi. Endi siz shu sharafli bo'lgan xizmatga qatnashibsiz. Shu musobaqa natijasini chiqarishda odil shundaqla barobar bo'lish uchun qaysi usulni qo'llanadi? Odatda bu naqsh musobaqa vaqtida bu 3-chi navbatlik bo'ldi. Birinchi navbatda biz tez jurnallarda işte yangi naqsh bilan Shinjongni kuylash temadagi naqshlarni musobaqa qilamiz deb uqtirish yuribmiz. Madaniyat nazorati radio stansiyasi tashviqot bo'limining hamda her o'zining tarmoq bo'yicha tuvangi uqtirish yuribdi. Lekin undan boshqa yani o'zimiz ijodchilar tizimlarimiz odatda shoir, bu kompozitor, musiqa yozgan, naqsh yozganlar ancha ko'rib ketmaydi-ku o turishlarni. Shuning uchun yani ko'may qolmasa musiqa yozamiz deb aldirashib tuzum qilamiz. Alayda eskartib qilamiz. Shuning bilan bu xabar topgandan keyin vaqt bo'yicha asarlar yig'iladi. Ya 400 ya 500 asar yig'ilib, yig'ilgan asarlarni redlab, tekst yozuvchisini, musiqa yozuvchisini uchiritamiz. Uchiritib, lekin bog'liqchidan 10dan 10 nechadan kam deganda 10 adam ya 11 adam bo'lib taqsam bo'ldi. So'z yazishini yig'ib, anglab turib bog'layman. Buningda shoir va kompozitor va ünalgıcılığı var. Yani onun için her millet şu sanatkarlığı var da. Şimdi ola bir 10-13'te kadınla bağlaydı. Asasiyetten Muşta usulü boyunca 3 katım 4 nöbet esas bağlaşıyor. 3 katım üzümüz, yani bir katım üzümüz bağlayıp olup Beijing'e yapırıp Beijing'deki Cumhuriyet Müzikatlar Cemiyeti'nin uğraştırıp bir çıkışıptım oğlum bağladı. Ama astallık milletler tilideki naqsh müziğini, naqshini asosiyatini üzümüz bağladı. Rahmat sizga Anvar aka, sizga o'xshash shunday ijodkorlarimiz barliqqa keltirgan shundaqlar tanliq bo'lgan, shundaq o'g'rilig'uchilarimiz o'g'rilagan shunga o'xshash nadir kuylarni o'zib qolmasligini umid qilamiz. Ijodiyatiga har qadamlaringizdan gullansin. Rahmat sizga. Rahmat. Qanday bo'lsa, tomoshabinlar navbatda biz davomli diqqatimizni naq maydonimizga qarataylik. Ben naq maydonda. Demek Anvar akamninki mushu Uyg'ur adabiyot san'ati uchun qo'shgan tuhfalari oz emas. Masalan, mushu 2006-yili hujjatli film Sirliq Ipak yo'li asarining musiqa muharrirlik va unga elish vazifasini ustiga olgan. Yana Amerika kino festivalida oltin mukofotga erishgan. Shunaqa mayli. Shunaq, undan boshqa 2007-yili Mustaq kelgan mehmon filmida ovoz loyihalash vazifasini ustiga elib, Madaniyat ministrligi 5-navbatlik musobaqada madaniyat mukofotiga Markaziy komitee tashviqot bo'limida 5-1 qurilishi mukofotiga erishgan. Undan boshqa yana 2008-yili Simsim Yomg'ir nomli musiqaga kompozitorlik qilgan Shinjang ijodiy moda asarlar musobaqasida oltin mukofotga erishgan. Yana 2009-yili Jungo Shinjang qadimiy Uyg'ur chalg'ularini nashr qilgan Jungo Shinjang hozirgi zamon Uyg'ur chalg'u Ipak yo'li yurishlik elektronlik kitobini nashr qilgan. Demak, mana shunday so'zlab kelsak, utuqlar nihoyat ko'p shunday so'zlaydi. Endi Abdulla aka, siz Anvar akam bilan uzun yil xizmatdosh bo'ldingiz. Sizning og'zingizdan bir Anvar akam to'g'risidagi bayonlarni bir anglagan bo'lsak navbatda mush fursatdan foydalanib. Anvar akam
Bizning rahbarimiz hozir hamda, lekin burun biz dastlab tutunishgan vaqtlarda muzikant, bir yaxshi muzikant. Shu chang deymiz. Nəhayət usta changchi. Şimdi hamda bir yaxshi muzikant. Şinjan Naqshi usul umigida uzun yil shu muzika chelish, o'rinlash xizmati bilan shug'ullangan nəhayət tajribalik, amaliyotla emas, muzika nazariyasidami xeyli puxta asosi bor bir yaxshi inson, bir kasb egisi. Bizni har qaysi taraflardan ko'p yetaklagan. Hisobda bizning shaxsan mening bir ustozim hisoblanadi. Shu Naqshi muzika sohasida bu burun Anvar akamning xizmatlari hozirgidek jiddiy emas vaqtida muzikant vaqtlaridan tortib bizning hamkorligimiz boshlangan. Bu xizmatdagi hamkorliklar emas, hattoki ufqa rasmiy qarindoshlardek bo'lib ketganda bir minut ko'rmasak izdishib ketadigan darajadagi bir yaqinchilikni paydo qilgan. U yaqinchilikni shu xizmatdagi o'rtaqlik paydo qilgan. Anvar akam u chaqda o'zining xizmatidan boshqa shu ovoz unga elish, ratlash, andin buni sifatlash ishlari bilan shug'ullanadi. Ovozga yozib bo'lgandan keyingi xizmatlarni o'zi bitiradi. Bu jihatda nihoyat xeyli uzun bir mezgil ishlagan tajribasi bor bir ovoz texniki. Keyin Mavo idaradagi xizmat o'rnida o'zgarish bo'lgandan keyin bu ishlarga anchalik jiq aralashib bo'lmadi, ammo hissiyat yana shu Naqshi muzikada. Shu vaqtda melodiyalarni yozadi. Masalan, Men hayot degan bir naqshisini melodiyasini yozgan. Uni men aytgan. Qanchalik vaqt o'tdi bilmadim. Bu naqsh ayni vaqtda yoshlarning orasida yaxshi bo'lgan. Ammo shu naqsha undan boshqa Abay sizlar tilga elib o'tgan Izzat İlyas tarafidan ijro qilingan Yomg'ir. Sim Yomg'ir. Undan boshqa yana nurg'un ohanglar bor. Masalan, hozir cho'ng sahnalarda tamom muzikasi bo'lib ishlayotgan Şinjan to'g'ridagi Şinjanni kuylaydigan ey go'zal Şinjan degan melodiyani shu jushqun sho'q melodiya davomli cho'ng tipdagi vazifalarda eng oxirida tamom muzikasini vazifasini o'rinlayotadi bu melodiya. Endi shu uningki tekstini shu bizning nazoratning bir boshlig'i yozgan, shu degan kishi yozgan. Uyg'urish tekstini men yozgan. Ashundoq shundoq bo'lyapti. Demak, ko'ni bir muzikant bo'lgandan keyin, garchi hozir rahbariy qatlamda bo'lsa-mu, yana melodiyalarni yaxshi o'ziga yarag'an tekstlarni ko'rsa, melodiyalarni yozib turyapti, lekin ko'p emas. Endi hozir rahbarliklarning ustida vazifalar ig'ir. Garchi burunqidek kundi birga bo'lib yurmasakmi, ya'ni menimcha biz uzun yil akufka bo'lgan va hamkorlashgan bir xizmatdosh yanala akam. Albatta Anvar akamninki, shunaqla Abdulla akamning buni deganki har bir ishlarga uftiqlarning yor bo'lishini, ijodiyatlarining texmo mo'lsizlik, barakatli bo'lishini umid qilamiz. Rahmat. Ta-ta-ta-tang. Endi mushu mukofot berish vaqtimiz yetib keldi, ya'ni musiqalarimiz tayyorqichan. Ya'ni mushu mamlakat bo'yicha radioda naqshi eng olqishga erishgan naqshchilar tarkibida 10 munavvar chempion naqshchi bo'lib, oltin mukofotga erishgan Mutadir nomli stansimiz. Albatta, qabul qilasiz. Rahmat. Mushu munosabat bilan men mushu Markaziy xalq radio stansiyasida ishlayotgan barliq rahbarlar, ishchi xizmatchilar, texniklarga alayda rahmatimni bildiraman. Sizlar orqali bizning ba'zi asarlarimiz omma bilan texnik keng doirada yuz ko'rishyapti. Bizning asarlarimizni texnik ko'p odamlar anglayapti. Uning ustiga biz sizlarga mukofot bermay, sizlar bizga mukofot beribsizlar, bu texnik bizni ta'sirlantirdi. Bundan keyin texnik yaxshi xizmat qilib, sizlar bilan yaxshi hamkorlashishga
va'da qilamiz. Rahmat Abdulla aka. Rahmat aka. Xo'sh, unda boshqa program gruppamizning tayyorlagan mukofotim bor. Bu koyib ketibsizlar. Rahmat. Albatta, nihoyatim yaxshi mundashliq nahmadan naqshlaringizni huzurlandik Abdulla aka. Sizning va bundan keyingi barcha ishlaringiz texmi o'ngishli bo'lsin. Suhbatimizni bu yerda oxirlashtiraylik. Bo'ldi, rahmat. Rahmat Abdulla aka sizga. Man naq maydonda. Xo'siyimli qarindoshlar, navbatda yana bir aziz san'atkorimiz biz bilan birga. U bo'lsa-mu bugungi zamon naqsh musiq ijodiyat san'atining sarkarlaridan biri bo'lgan Xinjiang san'at yurti naqsh usul o'mikining atoqli san'atkori, el suygan kompozitorimiz Mahmud Sulaymon akamiz. Assalomu alaykum. Radio to'lqinlar orqali sizlar bilan bugungi bu ma'nilik ham suhbatda bo'lganligimdan intayin xursandman. Hammanglarga yalqonliq salom. Rahmat Mahmudka. Endi bu qitimliq mushu yangi naqshimiz bilan Xinjiangni kuylaymiz ijodiyat madaniyat faoliyatida Mahmudkamning yana bir nodir asri. Ya'ni bizga intayin tunishliq bo'lgan tekis va melodiya jihatdan aytimi go'zallik to'yingan xalqimiz izga suyib anglab kelayotgan naqshlardan Nuruz Gudim nomli naqshimi yaxshi natijaga erishdi. Endi Mahmudkamning mana bu naqshi bizga aytimi tunishliq go'zal melodiyalardan sanaldi. Bugungi programmamizning mushu qimmatli fursatlardan foydalanib, mana mushu naqshining ijodiyat orqa ko'rinishi shundaqla ijodiyat xasligi to'g'risidagi bayonlarni bu kuyning ijodchisi, ijrochisi bo'lgan Mahmudkamning o'zining og'zidan bir anglagan bo'lsak Mahmudka. Naqsha Navruz to'g'riliq yozilgan naqsha, tekisi bizningki shoira Chumangul Avdning teksti. Chumangul Avd o'zi lirik she'rlarni yaxshi yozadi. Shunday. Mana shu 2014-yillik Navruz televiziya programmasida rejissyorlarni o'rinlashtirishi bilan bir Chimangulga o'zim telefon qildim, bir Navruz to'g'riliq tekst yozib bergan bo'lsangiz. Tekstni yozib avatibdi bir haftadan keyin. Qarasam nihoyat chiroyli. Shunday. Endi Navro'zni chiroyli tasvirlabdi. Bu muzik san'ati degan bo'libmi muzik ijodiyati jumladan naqsh ijodiyati. Tekstga bog'liqchi. Tekst o'zi so'zlaydi. To'g'ri. Tekst o'zi naqshini ijod qiladi. Biz endi ko'pincha tekstga to'g'ri e'tibor bermagan bo'lib qoldik yaqindan yog'i. Badiylik yo'q. Bunda deb boshqalarningki ko'ngliga so'g'aq suv sepkinim yo'q. Ammo biz tarixdan beri biz tekstga nihoyat e'tibor berib, masalan, 12 muqom deymiz. To'g'ri. Bizning klassik xalq naqshlarimiz deymiz, tekst alomat. Shunday. Naqshini tekst so'zlaydi, muzikani kallamizda qiyos qilamiz, bu bir dunyo. Shunday. Anandan keyin bu xalqqa yoqadi. Anandan keyin bu yitok, o'sha san'at sohasidagi yitoklarimizningki bağlışığa muyassar bo'ladi. Buni o'zimiz uchun yozmaymiz. Xalq uchun yozamiz. Qisqasi dunyoning san'at uchun yozamiz. San'at tafakkur uchun yozamiz. San'atda tafakkur qilamiz. Buningdan ro'yi oziq alalaydiganlar buni tushunadi. Buningdan ro'yi oziq alanmaydiganlarga o'shiq gap yo'q. Undaq bo'lsa, barliq do'stlarimizmi balki mana shu chiroyli naqshini anglashga taqozo bo'ladigan bo'lishi mumkin. Navbatdagi minutlardan foydalanib, naq maydonda bu naqshidan bir o'zirnaylik. Saçlarının örümleri tal tal bolsun men üçün. Taşlarının eğimleri ilal bolsun men üçün. Pervaz kılıp uçayrasa asminin o tağını
Yıllarını bergin bana, sana aşık yollarımda ümidimni can iten. Salkın şamal ilip kelgen yıllarını bergin bana, sana aşık yollarımda ümidimni can iten. Sana aşık yollarımda ümidimni can iten. Rahmat musikat qarindoshlarımızga bilan chappadan gözdeymiz. Demek naytımı güzel tekiz, güzel melodiyaga to'yingan ajoyib güzel naqshidan hozirlandik. Mahmud Kamning har bir ijodiyatlarga, har bir melodiyalarga qaraydigan bo'lsak, bizga ana shunday güzel to'ylarni baxsh etalaydi. Mahmud Kamning bundan keyingi ijodiyatlarining texnik barakatli bo'lishini, mana shunday xalqimizning suyishiga muyassar bo'lgan yaxshi nadir asarlarni davomli bizga sunib turishini umid qilamiz. Shundoq. Anlap qanmaydigan mana shunday naqshlarimiz üzülüp qolmasin Mahmudga. En güzel tilaklarimiz sizga hamroh bo'lsin. Shundoq, men naq maydonda programmamizni uzun vaqt bo'ldi. Mahmud Kam bilan ayrim bir san programma ishlash uchun kutayotganlar tayyorlik qilyapmiz. Vaqtingiz yetsa, ana shu programmamizga ayrim bir san ishlab qiqashib qiraversak. Sal aldirashib qoldik, idoraning ishlari sal jiqib qoldi. Tövanga tushadigan, ishkirga boradigan, chet elga chiqadigan o'yinlar sal jiqib qoldi. Hamda mana sal bekor bo'ldi. Nasip bo'lsa Mevlam enim bilan yana kelish yo'limizga. Shundoq mana bugun og'zil va'da oldik. Mahmud Kamning uzoq bo'lmagan kelgusida do'stlarimiz bilan bir san program ishlaymiz. Mahmud Kamning do'stlarni huzurlanamiz. Albatta, program guruhimiz Mahmud Kamga ko'ngil so'g'is tayyorladik. Kichkina ko'ngil so'g'is g'aysiz Mahmud Kam. Ijodiyatlaringiz texnik barakatli bo'lsin, ishlaringiz futuqli bo'lsin. Rahmat sizga. Xo'siyimli qarindoshlar, amdiriki damlarda yana bir xushnavo bulbulimiz biz bilan birga. U bo'lsin uzun yildan buyon o'zining yiqimli xalq naqshlari, shundaqla yuqori mahorat bilan ijro qilgan muqomlari bilan izchil xalqimizning qalbidan o'rnab kelayotgan Xinjiang san'at yurti muqom ansamblining atoqli naqshchisi Chimangul Qadir xonim. Assalomu alaykum. Men Chimangul Qadirdan hammanglarga o'tliq salom. Xush kelibsizlar-da, naytım xush bulduk. Albatta Chimangulada siz mana mushundaq bizningki Uyg'ur 12 muqomlarimizni aytib xalqimizga, avlodlarimizga yetkazishda zo'r to'klarni ko'rsatib kelyapsiz. Bu qitimqi yangi naqshi bilan Xinjiangni kuylaymiz temasidagi madaniyat faoliyatida Muallim Ana nomli naqshingiz mukofotga erishibdi. Sizningcha bo'lganda Chimangulada mushu Muallim Ana nomli naqshining jalb qilish kuchi qayerda? Chunki muallim hammamiz uchun eng ulug' insondir. Bu naqshini o'rinlash sharafiga erishganligimdan intayin xushal bo'ldim. Bu naqshiningki tekstni yozuvchi bizning atoqli shoirimiz Mehmet Ro'zi Yarqin akamiz, muzikasini ishlaguvchi bizning atoqli kompozitorimiz Shuhrat Kerem apandi. Albatta mana shunday bir go'zal ijodiyat Chimangul adam tarafidan ijro qilinganda bu naqshning bizga bergan mu'min huzuri texmi yiqimliq bo'ldi deb o'ylayman. Qiynoqlar postbegin programmamizning naq maydonda mushu naqshidan bir hozirlangan bo'lsak Chimangulada qani. Vallahi bulgan siz mi bir
Mana naytımı güzel yıkımlıq bir naqşını anladıq. Çimengül adamның avazı haqiqatan bizga naytımı huzurlarını bəxş etdi. Çimengül adamның muş Uyğur sənəti üçün, muqam sənəti üçün qoşqan töhfələrimi az emas. Muş fürsətdə Çimengül adamga rahmetimizni bildirimiz. Bunun üçün mana muşunaq güzel yıkımlıq naqşlarınızı davamlıq bizga soğuq qilib turishingizga, taqdim qilib turishingizga tilakdoshimiz edi. Rahmat sizga. Rahmat sizga. Albatta ondan başqa mana mush muallim ana nomli naqshiniki tekstini yozgan Muhammad Ro'zi Yarqin akamiz ma'lum sabablar tufaylidan bizning ziyoratimizga qatnashamay qoldi. Ammo biz yeniga berib ham suhbatda bo'lgan vaqtimizda mana mush naqshini sizning o'rindiganligingizni nayt xush bo'lganligini ifodaladi. Albatta biz mana mush fursatda Muhammad Ro'zi Yarqin akamizning teniga salomatlik tilaymiz. Aman bo'ling aka. Albatta program guruhimiz nomidan mush Çimengül adam asraq ko'ngil so'g'itimiz bor. Qabul qilasiz ada. Rahmat sizga. Xo'siyimli qiynoshlar navbatda yana bir xushnava naqshchimiz biz bilan birga. U bo'lsa Shinjang san'at yurti muqam ansamblining talantli naqshchisi Turg'unjon Mirodin apandim. Qarshi olamiz. Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar. Hammanglarga Turg'un Mirodindan o'tliq salom. Xush kelibsiz aka. Mush qadimgi yangi naqshi bilan Shinjongni kuylaymiz faoliyatida sizning Purvalay man nomli naqshingiz mukofotga erishibdi. Endi bu naqshini dastlab tanlagan vaqtda bizni hayron qoldirgani mushu naqshining ijodiyat arx ko'rinishi bo'ldi. Shunda qanday bu naqshining ijodiyatchisi bo'lsa, Shinjong muqam ansambli ijodiyat guruhining ho'lliq ijodiyatchisi, davr kuychisi, har bir davrda o'zining yiqimliq melodiyalar orqali do'stlarning qalbidan o'rin olgan ataqli naqshchi san'atkorimiz Akbar Qahramon apandim. Shundoq. Xo'sh, mana mushu naqshini biz anglab hayron qolganga o'xshash, balkim Turg'un bu naqshni qo'liga olgan vaqtda ijodiyatchini bilganligini hayron qolgan bo'lishi mumkin. Shundaqmi? O'zingizni yaxshi ko'rdingiz bu naqshini, shundaqmi? Yaxshi ko'rdim. Qiynoq bo'lsa, bu programmamiz orqali mana shu naqshini bir anglab yetib andan qolgan parallarni qilgan bo'lsak, Turg'unjon.
Rahmat. Mana shunday güzel bir naqshini naq maydonda bizga sundingiz. Haqiqatan mush yiqimliq ovozdan o'zgacha zo'qlarga erishdik. Qamayner. Albatta, Turg'unjon aka, mana shunday güzel naqshlarni pat-pat aytib, xalqimizning huzuriga sinib turishingizga biz tilakdoshmiz. Xo'sh, endi mana shu naqshininki yana ijodchisi qaytib kelsak. Hammamizga ma'lum Akbar akamninki naqshlari ayni yillarda oliy maktab o'quvchilarining yotoqlarida, maydonlarda, shunday yana do'stlik, muhabbat so'rilarida yangrab turadi. Mana bugungi kunda bo'lsa, mana shunday güzel milliy puroqqa to'yilgan naqshlar yana bizning quloqlarimizga yangrab turmoqda. Shunday Akbar akam ta hozirgacha o'zining ijodiyat faoliyatini to'xtatib qo'ygani yo'q. O'z navbatida mushu gitar o'rganish qo'llanmasini nashrdan chiqadi. Uningdan sirt yana muqam ansamblining bir ulug' ijodiyat uslubi bilan Visal Tarni va Visal muqamini barliqqa keltirdi. Akbar akam ijodiyatining texnik utuqliq bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Navbatgi minutlarda biz mushu Akbar Qahramon apani bilan o'tkazilgan ziyoratga bir diqqatimizni ag'dirib baqqan bo'lsak. Man naq maydonda. Xo'sh, Akbar aka, sizning Purvalayman nomli naqshingiz yangi naqshi bilan Shinjongni kuylaymiz madaniyat faoliyatida mukofotga erishibdi. Shaxsan men bu naqshni anglab to'liq hayajonlandim. Chunki bu naqshga diqqat qilgan bo'lsak, mushu liqqida milliy puroq turadi. Endi sizning burungi naqshlaringizga diqqat qilgan bo'lsak, siz asosan ommabop tusidagi naqshlarni o'rindaysiz. Endi siz nimishqa bu milliy puroq to'yingan bu naqshni ijod qilib qoldingiz? Bu tekstni olgandan keyin menga bergan ta'sirda bu narsa bir xil g'o'zi xalq naqshlarining tekstidek menga bu narsa tuyg'u berdi. Shuni bilan men oldi bilan buni kimga yetkazmay degan bir o'y bo'ldi. Endi bir ijodiyat qilish uchun masalan orkestral muzika yazsaqmi, masalan muzikatlarning qancha saviyasi bor, shu saviyasiga qarab yozamiz endi. Muzikatni o'ylab turib. Bu tekstni men oldim, buning oldi bilan men bu naqsha, sadece bu naqshni kimga yetkazma degan xiyol keldi. Bunlar bizning idorada Turg'un Mirodin degan bir naqshimiz bor. Bu bolaning ovoz doirasi nihoyat kengda, bu bolaning. Tuvan 20 xil tuvan, yuqori 20 yuqori. Bu bolaning bir ortiqchiligi hamda ili xalq naqshlarini shunday yaxshi aytadi. Muqamnimi o'rida yaxshi aytadi. Ili xalq naqshlarini shunday yaxshi aytadi. Bu bolaning hatto men shu ommaviy so'rovlarga berib, bu bolaning naqshini maxsus angladim. Bu balıq qanchalik nereden alaylığı var, qandaq alaylığı var, ne qapıraqni chiroylik oladi. Hemen bu balığın hatta ünalgı başlarını ünalgı evlip bu balığın ki alayligini tutub aldım. Tutub edip ben bu şu baştalar naqshini bekitip, bu naqshini alayligini göz tutup bu naqshini ili puroq, qo'zi puroq qilib bu balıq yetpadim. U balığın bir xil bu naqshini anglapla etib ishtiga günotda o'zimning naqshideklar bir xil G'o'zi xalq naqshlardek naqsh yo'qdek, yaxshi ko'rib qoldim bu naqshni deb, yaxshi o'rinladi. Bu naqshda endi men bir muvaffaqiyat qozondim deb o'ylayman. Rasmda haqiqatan kimni bo'lsa anglasa, mening xizmatdoshlarim hammami tunji qitim anglab, bu Akbar akamning naqshimikan deb hayron qolgan edik. Shu g'ulji puroq to'limi yaxshi ifodalangan naqshga. Unda bo'lsa Akbar aka, siz endi bir bizning zamonaviy naqshchilik sohasidagi tanlıq ijodkorimiz bo'lish sifatingiz bilan shu zamonaviy naqshchilik sohasiga qanday qaraysiz? Biz hazır zamandan kaldık. Hazır yaşlar bek ilgilenip gitti. Hem de hazırki yaşlarımız tolisi amubab, moda naqshlarni aytyapti. Hem de moda naqshi deganimiz zaman davri bilan o'xshashmaydi, taraqqiyoti bilan. Zamanning taraqqiyoti bilan davrning taraqqiyoti bilan o'xshashmaydi. Hem de masalan bizning qarindosh millatlarimizdan Hazzo millatlari bizning Jungoning taraqqiyotiga solishtirganda bularningki zamonaviy naqshlarning taraqqiyoti 10 yil oldiga ketdi. Endi bizning shu Uyg'ur yoshlarimizdan kutadiganim bo'lsa zamonning keyinni qolmay, shu zamonga moslashib yaxshi naqsh muzikalarni ijod qilishni umid qilaman. Akbar aka, necha yil burun sizning Uyg'ur gitar musikalari nomidagi kitobingiz nashrdan chiqdi. Endi hozir sizga diqqat qilgan bo'lsak, muqam tadqiqot xizmati bilan shug'ullanasiz. Ya'ni shu Visal muqami degan kitob, shundaqla CD plastinkangiz yaqinda nashrdan chiqdi. Albatta sizni shu zo'r utuqlaringiz bilan tabriklaymiz. Rahmat Akbar aka, to'liq yaxshi bo'lgan suhbatda bo'ldik. Ijodiyatik ilhomlaringiz texmo barakatli bo'lsin. Texmo zo'r muvaffaqiyat utuqlar sizga yor bo'lsin. Man naq maydonda. Xo'sh, albatta Akbar akamning shunaqla Turg'unjon akamning bundan keyingi har bir ijodiyatlarining texmo utuqliq bo'lishini umid qilamiz. Texmo yiqimliq bo'lgan, nadir bo'lgan naqshlarni davomli xalqimizga sunib turishingizga tilakdoshmiz. Programma guruhimizdanmi ko'ngil sog'ida bor. Qani, sog'imizni qabul qiling aka. Qani. Rahmat sizga. Programmamizga qatnashganinizga yana bir qayta rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizga.
Ekran aldidagi aziz ko'rmanlar, radio aldidagi aziz anglag'uchilar, endi navbatda sahnamizni buldig'ini. Nurg'un qitim xalqarалық muqam o'rinlash musobaqalarida eng yaxshi natijaga erishgan. Shundaqla yana teatr, opera o'rinlash musobaqalarida eng yaxshi aktyor mukofotiga erishgan. Bir necha qitimliq xalqarалық xalq naqshi aytish musobaqalarida oltin mukofotga erishgan naqshchimiz, Shinjang san'at yurti muqam ansamblining qo'lliq muqamchisi Go'har Mushir xonim bo'ladi. Harshalimizga arada. Assalomu alaykum, mehrli qalb. Güzel dünyanın, şundaqla güzel kuylarning sahipleri, hammalarga muqam varisi Go'har Mushirdan o'tliq salomlar bo'lsin. Rahmat Go'harada. Ma'lumki, mushu Go'haradam izchil o'zining eng yoqimli, go'zal xalq naqshlari, shundaqla esil muqamlarni bizga taqdim etib kelayotgan xushnava bulbullarimizdan biri sanıldı. Uzunmas melodiya programmamizda Go'haradamning naqshlari hech qachon izlab qolgani yo'q. Go'harada endi sizning burungi naqshlaringizga qaraydigan bo'lsak, asosan mushu xalq naqshlari muqamlarini asos qiladi. Endi mana bu qitimliq yangi naqshimiz bilan Shinjongni kuylaymiz. Madaniyat faoliyatida bo'lsa, siz o'zingizning bir ommabop naqshini bog'lash qatnashtiribsiz. Shundaqla bu naqshni aytimiz zo'r, yaxshi alqishlarga erishdi. Qanday qilib endi o'sha ommabop naqshini ijro qilishni o'ylab qoldingiz? Endi men san'at maktabida shu muqam kasbini o'rlashda maxsus o'qigan. Biz shu muqam o'rlash kasbida 4 yil o'qish jarayonida bizga sistemalik shu naqshi darsdimi dars o'tgancha ta'lim olgan. Endi biz bir naqshi bo'ldik ekanmiz. Şu maktabga borgandan keyin buning bilan tanishdik. Bu uslub bilan, muqam o'rlash uslubi bilan tanishgandan keyin bu mayli ommabop uslubda o'qish bo'lsin, xalq milliy ovozda o'qish bo'lsin va yoki shu Yevropa ovozda o'qish bo'lsin, har qaysi jihatlardan chuqur shu uslublar bilan tanishishimiz ham uni ijro qilib beqishga tirish beqishimiz kerak. Shunday. Men maktabni putaygandan keyin izchil holatda shu muqam o'rlash bilan xalq naqshlarini o'rlashni asosliq shu xalqimizga sunib keldim. Endi yosh bo'lgandan keyin boshqa uslublarni aytib beqishga bir tirish baqaychu degan niyatda bir qancha ommabop uslubdagi naqshlarni aytdim. Endi bu qatim Anvar Vojidin şu Muhammed Rozi Yarqin akamizningki tekstga ishlagan bu naqshisini menga Go'har mumkin bo'lsa bir mush naqshamni bir anglab baqqan bo'lsangiz, agar ovozingizga tushsa bir aytgan bo'lsangiz deganda, bo'ladi men anglab baqqay deb oldi bilan anglasam, shunda melodiyasi oddiy, esti qoldigan yaqinliq naqshga. Bo'ldi men oldi bilan bir aytib baqqay, siz anglab baqqing, agar sizga yarasa, bo'ladi bu naqshning egisi men bo'lay desam, bo'ladi deb ün geliş nimsi kirdik uyga kirib birli aytgandan keyin Anvar mening deginimdikidek yaxshi degidek chiqdi Go'harada. Bo'ldi bu naqsh sizning bo'lsin deb shuning bilan menga beribdi bu naqshini. Endi bu nimaga musobaqaga yo'llabdi. Keyindan anglasam yaxshi fikrlar bo'pti. Shundaq bo'lg'achqa yoshlar to'xtab qolmay izimizda-chu, bir yo'lda to'xtab qolmay, meningcha bo'lsa har xil uslublarga tirish beqishimiz kerak. Shu orqali o'zimizniki boshqa uslub orqali tunib qilishimizda meningcha bir yo'l ichiligi bor deb o'ylayman. Demak, Go'harada mana shunday oldiq kelgan har qanday naqshlarni voyaga yetkazib aytib Go'harada. Bundan keyin shu naqshlar naqshlarni taqdim qilib turishingizni tilakdashmiz. Rahmat. Endi bo'lsa, Güzel Dünya nomli ana shu naqshingizni navbatda maydonda anglagan bo'lsak. Bo'ldi, rahmat. Bu güzel hayatni yarattı
Rezili bağrını köydürdün dünya Muhabbet yağmurdu cimi iqlimda İnsanı insanğa söydürdün dünya Endi acizlar boynini kısmaydı Kalbini kuvvetke doldurdun dünya İnsanlık kadrini unutup ana Tüygen dillarını küldürdün dünya İnsanlık kadrini unutup ana Tüygen dillarını küldürdün dünya Oyniki itekte yapalaydiken Reziller bağrını köydürdün dünya Muhabbet yağmurdu cimi iqlimda İnsanı insanğa söydürdün dünya Endi acizlar boynini kısmaydı Kalbini kuvvetke doldurdun dünya İnsanlık kadrini unutup ana Külligen dillarını küldürdün dünya İnsanlık kadrini unutup ana Külligen dillarını küldürdün dünya Küldürdün dünya Rahmet Rahmat. Pek güzel nakşa. Maynur isinizdimikin. Mana bu nakşini ayni yillari bizning marhum san'atkorimiz Turg'an Ömer efendim boshqa melodiya bilan bizga taqdim qilgan edi. Mana bugun mana shu naqshining tekstidan shu naqshini eslab qoldim. Mush munosabat bilan biz ana shu san'atkorimizga bo'lgan hurmatimizni yana bir qatam bildirib olamiz. Güvaradam bu naqshini shundoq chiroyli holatda bizga taqdim etdi. Rahmat ada sizga. Albatta Güvaradam yaqindan beri birda Davanching qizi bo'lsa, birda Qambarxon obrazdan sahnada chaqnab turyapti. Ana shu obrazlar bilan mamlakat bo'yicha intayin yuqori bo'lgan mukofotlarga sharaflarga noil bo'lyapti aytib faxrlanyapmiz Güvarada. Mana shunday izlanishchan, tirishchan qadamlaringiz to'xtab qolmasin. Go'zal kuylarni davom bizga so'qib turg'aysiz. Rahmat. Texnik zo'r uftuq natijalarning sizga yor bo'lishini umid qilamiz. Program guruhimizdan sizga ko'ngil so'g'itimizda qiyni qabul qilasiz. Rahmat. Rahmat sizga. Marhamat. Rahmat. Xo'simli qarindoshlar, amdirki damlarda yana bir qaltis bo'lgan yosh cho'lponimiz biz bilan birga. U bo'lsa-mu Ipak yo'ldagi jalbkor cho'lpon, moda iqim naqshchisi Ablajon Avut Ayub. Assalomu Ablajon, xush kelibsiz. Xo'sh Ablajon, avval ekran oldidagi shundaqlar radio oldidagi do'stlarimizga salomingizni yetkazsangiz. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi shundaqlar radio do'lqinlar oldidagi hurmatli azizlar, hammanglarga eng oliy ehtirom sizlar bilan
men naq maydonda programmasida yana bir qitim uchrashganimdan intayin xursandman. Men naq maydonda programmamizda doim uchrashib turmiz, Ablajon bilan. Ma'lumki, shu Ablajon, yangi naqshimiz bilan Shinjongni kuylaymiz madaniyat faoliyatida uda 3 navbat izchil qatnashdi. Shundaqla Ablajonning ijodiyatlari mana bu qitimliq faoliyatda yaxshi bo'lgan natijalarga erishdi. Mana bu qitim bo'lsa, shu Kullamchi qiz nomli ijodiyati mukofotga erishdi. Ablajon, endi qaysi Kullamchi qizning firaqchidan yozgan bo'lgansiz bu naqshlarni? Men odatda shu naqshalarimizda yangicha bo'lgan mazmunlarni yoki temalarni tepishni ko'zlayman-ku. Shu bu Kullamchi qilsak nomli naqshimiz asosan deylik biz anda turmushimizdan kelgan. Amalanga ma'lum bizning chiroyli qizlarimizning shundaq bir mijozi bor endi. O'ziga nayt yarashgan, o'zining qarshi tarafdan ancha-muncha kullab qo'ydigan, ba'zida bakrab kullab qo'ydigan shundaq bir taraflar bor. Nayt omoq odamlarga ko'ngildan bir xil adamni o'ziga tortgan bir xil mijoz bor. Shunaq yaxshi ko'rganlikdan kullaydi-da, ammo qancha. Endi bu kullanchilikni hamda yaxshi ish yoki yomon ish deyilmaydi. Mencha bo'lganda bu normal bo'lish kerak. Shu sababdan men o'zimni shu xil tarafda qo'yib turib, shu kullanchilikni iborat bir temani naqsh qilib olsam qanday bo'ladi deb buning tekstini oddiy tushunishlik, ondan muzikasini bo'lsa, oddiy jushqun holatda yaxshi tarafga borib bir xil naqsh sifatida qilib yozib chiqqandim. Demak, Ablajonning hamma naqshlari ana shunday yenik tillar bilan ifodalanganimizga aytib yaqin bo'lgan naqshlar, Shunday. Xo'sh, shunda bo'lsa, oldi bilan ana shu naqshini muzikantlarimiz bilan siz birlashtirib naqmadan bir ijro qilib bersangiz, anglab bo'lgandan keyin qoldi paranglarni qilishaylik. Bo'ldi. Marhamat. Başlap men filime assalam Mene süygünüm hemge bada Gönlü mendim bir ara Uyumastin sen kim uğin Rakıp gelmek mukara Aşu eski nazur kız Mene süygün kılmakta dara Sen bir küllemçi kızca Meni kıynima bunda Bana şen güzel Ayrılmayımız mengi şurada Sen bir küllemçi kızca Meni kıynima bunda Bana şen güzel Ayrılmayımız mengi şurada Küllemçi kızca Ayıp beni ketmez derdim ama yetmez Küllemçi kızca Söygünüm yaşanmaz beni düşenmez Küllemçi kızca Ayıp beni ketmez derdim ama yetmez Küllemçi kızca Söygünüm yaşanmaz beni düşenmez Çonkur süydüm beylerle Sen cihanda bir la gülüm Fakat seni söyler Şuna durup ey ahmak biz için sendin geçerme Yarın için taşlar seni Başka bilen giderme Sen bir küllemçi kızca Meni kıynima bunda Bana şen güzel Ayrılmayımız ben güçümde Sen bir küllemçi kızca Meni kıynima bunda Bana şen güzel Ayrılmayımız ben güçümde Küllemçi kızca Eğer beni yetmez dedim ama yetmez Küllemçi kızca Söygünüm yaşamaz beni düşemez Küllemçi kızca Eğer beni yetmez dedim ama yetmez Küllemçi kızca Söygünüm yaşamaz beni düşemez Hey Yaşamaz, beni düşemez Küllemçi kızca
emas, meni tushunmas hey. Rahmat. Mana Ablajon davomliq mana shunaq o'zgacha bo'lgan naqshlarni bizga sunib, bizga ajoyib so'qlarni ado qila oladi. Kullamchi qizlarni xijil qilyaptingiz mana naqshingiz orqali Ablajon. Qiziqkansiz. Qanday gap bu? Odatda mana shu o'g'illarmi mencha hammasi kullamchi qizlarni bek ish ko'rmaydi. Chunki kullamchilikka bo'lmagan qizlarmi odatda o'g'illarni endi bir xil kulmaydigan deb qo'ydigan bir xil hisob ekib qilish mumkin deb o'ylayman. Ablajon yana yaqindan beri nihoyatda yaxshi cho'ng utuqlar bilan bizni bek xush qilyotdi shunday qo'zibayda. Yaqinda Qozog'istonda bir kechilik meh konsertini tamomlab qaytib keldi. Ana shu yerdagi san'atkorlarning xalqniki inkosi diyorimizga yetib keldi. Bizmi anglab o'tdik. Shunday bo'lsa, Ablajon qaytib kelgandan keyin zodi qanday hissiyotlarda bo'lyapsiz? Yana qanday yangi planlar o'tirib chiqmoqchi? Rahmat. Mana shu ishlarga saning yaqindan diqqat qilganinglarga, qo'llab-quvvatlaganinglarga ko'pdan-ko'p tashakkurimni bildiraman. Men shu yoqda berib, shunday shu yoqdagi do'stlarimiz bilan, qo'lg'ochilarimiz bilan yuz ko'rishib, ularga xizmat bo'lib, naqshlarimizni, o'zimizning ushchorlarini, mehr muhabbatimizni yetkazish ashtaq planimiz bor uzoqdan beri. Shu planimizni amalga oshirib, shular bilan bir kichik tipli naqshchiligimizda o'rtoqlashib qaytib keldik. Shu jarayonda hamda bizning qo'lg'ochilarimizning boshqa yana bizning ustozlarimiz har soha, har qaysi kasblardagi qo'lg'ochilarimiz, pishqadamlarimiz bilan ko'rishib, ular bilan suhbat bo'lib, nurg'ulg'an yaxshi energiyalarni to'plab keldik deb o'ylayman. Ham qaytib kelgandan keyin men yana qaytadan bir xil ruhlanish, o'zimning turmushi bo'lgan texmo go'zal hissiyot, ondan keyin o'zimning kasbiga bo'lgan texmo zo'r bir cho'ng arzu umiddan boshqa yana bir mas'uliyat tuyg'usini iborat mushtaq narsalar paydo bo'ldi. Hamda bunday planimda hamda o'zimizning shu qilmoqchi bo'lgan ishlarimizni davomli yaxshi qilish bilan birga shu tarafdagi do'stlarimiz bilan naqshlar bo'lsin va yoki suratli filmlar bo'lsin birlikda hamkorlashib ikki davlatning do'stlik uchun ham o'zimizning shaxsiy bir tuhfasini qo'shish umidim bor. Yana hozir mayli markazdan yoki mayli avtonom rayonimizdan bo'lsin rahbarlarimiz bizga davomli ta'kidlayotgan bir balbog' bir yo'l siyosati hamda mushkil siyosatda biz endi cho'ng ish qilolmasak ham o'zimizning kichikgina bir xizmatini qila olsak, bizning o'zimizning Xinjiang moda muzikallarini O'rta Osiyo davlatlariga ko'proq tashviq qilsak va ular bilan bo'lgan xizmat jihatdagi hamkorlikni, do'stlikni saqlasak, ham kichikgina bir tal natijadan keyingi bizning cho'ng yadroli xizmatlarimizga yaxshi bo'lgan bir inkosi yoki ta'sir bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Shu sababdan bunday xizmatlarimizda shular bilan bo'lgan do'stlik munosabatni, hamkorlik munosabatlarini saqlash bilan birga o'zimizning nurg'un asarlarni oyoqqa yuzlandirish, shular bilan texnik yaxshi asarlarni qilib chiqishni iborat mushtaq yaxshi planlarim bor. Albatta Ablajonning o'sha planlarining amalga oshishini umid qilamiz. Ablajon yana shu programmamizni izchil qo'llab kelyapti. Albatta bu qitimliq programma umuman nur alayda qadam tashirib qo'ydi shunday qilib. Ana shu ishlarini tashlab qo'yib, undan boshqa bugungi kunda o'rinlashgan ayti burun planlab qo'ygan bir kechilikni to'xtatib qo'yib turib deganda pul oldidan qo'yib kelib qatnashdi. Albatta qo'llab berganingizga rahmat Ablajon. Sizlarga rahmat. Har vaqt bizning naqshlarimizni anglag'ishlarımızga naq vaqt yetkizib, bizning o'sha ko'ngil so'zlarimizni, bizni qo'llayotgan do'stlarimiz bo'lgan tashakkurimizni, hurmatimizni bildiradigan yaxshi fursat va sahnalar bilan ta'minlayapsizlar. Shu munosabatda sizlarga bakrak rahmat. Sizga rahmat aytamiz. Albatta program guruhimizning Ablajon ko'ngil so'g'ispa yana siz izchil yoqtirib pishirib kelayotgan Koreyan mahsulotlari. Rahmat. Rahmat. Sizlarga rahmat. Ekrandagi qadrli ko'rmanlar, shunaqli sevimli radio anglag'uchi do'stlar, Markaz xalq radio stansiyasi, Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik madaniyat nazorati, Xinjiang san'at yurti, Xinjiang melodiya madaniyat tarqitish shirkati birlashib ishlagan Xinjiang san'at yurtida suratga e'langan Mandaq maydonda programmamizning bugungi soni mushada oxirlashdi. Shunday, oxirida biz Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik madaniyat nazorati, shundaqla Xinjiang san'at yurtidagi rahbarlarimizga, bugungi programmamizga qatnashgan san'atkorlarimizga, kuylarimizning ijodkorlariga, shundaqla naq maydondagi muzikantlarimizga chin ko'nglimizning rahmatimizni aytamiz. Rahmat sizlarga. Programmamizning Markaz xalq radio stansiyasining www.uycnr.com tor bekatidan shundaqla MLD kanal unidar supimizdan har vaqt xalqan vaqtda xalqancha tanlab ko'ra olasiz. Mana maydonda programmamiz har vaqt sizlarni kutadi. Keyingi son programmamiz ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar, salomat bo'linglar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh do'stlar.